shoshib uydan chiqib ota-onamiz bilan xayrlashmay, ularni duolarini olmay uydan chiqib ketishligimiz mumkin butun kunimizni barakasiz qiladi. Kunimizni omadsiz qiladi. Bugun ertalab farzandimizga duo bermaganimiz, ertalab bomdodni qazo qilganimiz, ertalab bilan oila a'zolarimizni birini qalbini og'ritganimiz kunimiz bugun kundalik rizqimizni barakatsiz qilib qo'yadi. Lekin shikoyat qilamiz. Kechayi kunduz yuguraman. Kechayi kunduz ishlayman. Katta daromad ko'raman. Natija yo'q. Barakasi yo'q deb savollar beramiz. Barakali ishlarda bardavom bo'ling. Odatda bomdoddan keyin yotamiz. Hatto kundalik zikrlarchi har bir ishning avvalida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rgatgan amallar bor edi. Shu amallarni o'rganing. Uydan chiqayotganda o'qiydigan duo, mashinaga o'tirganda o'qiladigan duo, kundalik zikrlar, virdlar o'zingizga vazifalar qilib oling. Zikrlarda bardavom bo'lib yursak, umr barakali, rizq barakali. Hayotda umrimizni o'tkazamiz. Behuda narsalar, soatlab telefonda o'tiramiz. Instagram tarmoqlarida yoki ijtimoiy tarmoqlarda. Ko'ngil ochar narsalar, kulgili narsalar, masxarabozliklar. Shoshib uydan chiqib ota-onamiz bilan xayrlashmay, ularni duolarini olmay uydan chiqib ketishligimiz mumkin butun kunimizni barakasiz qiladi. Kunimizni omadsiz qiladi. Bugun ertalab farzandimizga duo bermaganimiz, ertalab bomdodni qazo qilganimiz, ertalab bilan oila a'zolarimizni